Maktab bitta aka itarib olish flash qilgandan yaxshi ish. Flash qilaman. Rahimjon, nima deyapsiz? Onamga qo'taq kerak, TikTokdan qo'taq topib bering deydi. Yo bilmayman men. Ishga aralashibman men. Onangiz o'zi hal qilaversin, Rahimjon. Mayta jalabdi bolalar qayerdan keladi bir to'da. Bular kim qo'yib yubordi? Maktab bolalarini. Qoramlar damga chiqishi, men efirimga kelishdingmi? To'g'ri. Ha, maktab bolalar. Qoramlar. Oxirgi qo'ng'iroqmi? Hoji meni nima chaqiradi? Yibanmisiz? Hoji chaqiryapti. Hoji chaqirsa WhatsApp'im bor hojida. TikTokda duruzi ham men kelaveradi. Onangizga ayting, men duo qilsin. Oliy ma'lumotli ekansiz. Qo'taq bormi? Boring, jumaga namozga boring. Hamma jumada uni harakatida siz qo'taq deyapsiz meni efirimda. Ko't-po'tingizni yuving, namozga boring. Boring, ko'tingizni yuving. Mahallangizda 2-3 jumaga bormaydiganlarni ham chaqirib oling, savobga qolasiz. Siz duosini oling, falonchining duosini oling deguncha. Mana jannat ekan. Senga o'xshagan yiba o'tganda bittasi gandom menga oxiratingni o'ylamaysanmi? 2 dunyoing kuyib ketadi dedim. 10 marta yo sen endi yaxshiroq odam debman. Lichkaga qarasam, lichkadan yozib yuboribdi o'sha odam. Opa, xo'p desiz, amizni yalab bo'shaltiraman deb. Sen yibana maneta nasihat qilasan. Lichkaga o'tsa shuni deb yozasan. Yiban u ha, qale Ketmasin. Sen ashna deb yozib, mana am deb yozyapti. Madin qalaysan? Men sizni o'yladim desa, o'rik nima bo'ldi? O'rikdaman. Madinki o'riklar qara. Oliy ma'lumotli bo'lsin. Ashna deb yozami? Men endi mana aytibmanki, bir xudojo'y, bir Allohdan qo'rqadigan o'rizorni ishiga sanis. O'rizorni ichida meni sikar ekan. O'rizorni gastinsa patista gaplashsak bo'lmaydimi? Men pulini beraman, bugun 150 mingga ishlayman. Atilab sikasan ekan. Hatabi gastinsaga boraylik. O'rizorni ichida hammaga sharmanda bo'lamiz, mahalla kuyga. Gastinsaga boraylik, iltimos. Hozir tillab ham ketganman men. Assalomu alaykum opajon, juma kunlari behayo gaplarni gapirmang opajon. Dilshod bey aka, shanba kuni gapiraveramanmi? Hoy, siz oliy ma'lumotli ekansiz. Shanba kuni gapiraveramanmi? Juma kuni ham siz shanba kundan ko'rasizmi siz ham amdi? Zo'r ekansiz, zo'r ekansiz. Oliy ma'lumotli ekansiz. Allohning har kuni yaxshi kun. Faqat juma kuni emas, har kuni. Om deydi. Omligim aniq, om bo'lib ketdim. Om bo'lib ketdim. Katta om bo'lib ketdim. O'ta katta am bo'lib ketdim. Am bo'lib seni onangni qo'shib beryapman men. Dilshod bor endi. Mindarada o'yna. Jumaga bor. Nima qilyapsan Dilshod? Hozir juma namoziga hamma tarattiq qilib ketyapti. Sen nima qilasan meni efirimda? To'g'rimi? Bor.
Bittasi efirga kirgandan beri ham yuzgasi keldi onasi. Ha, Shirina, o'tinchata, domlata, o'lamanta. Ko'tingda ishtoning yo'q, nasihat qilib nima qilasan? Qizing siktirib yuradi kimgadir. Men bilardim, pastroqda bitta mahallada bittasi bor edi. Nima? Hammaga kulardi, nasihat qilar. Qizni tug'ib qo'ydi. Mana ikka. Qizini xabar olmagan ekan, ammidan. Qizi tug'ib qo'ydi. Ana shunda birdi, u menga nasihat qiladi, xotini bilan qizidan yesi yo'q. Xabar yo'q. Opa siz ammi? Yo'q, onang o'tdag'mi? O'shanda ko'tingdasiz. Nima qilyapsiz? Siktiryapman. Maydami? Shu ishni qilsam. Mehnat qilyapman mana. Anvar Ali endi sen narsingda blokka kel. Ha, erkak emas, bular cho'chag'i yo'q. Bekka ofta ucharmikan, salqin o'tmasmikan? Ayta Zumrad ayol kishiga negativ yozganini endi ko'rdim. Endi am o'tmay qo'ygandan keyin yozadi-da. Bu negativlar qayerdan keldi? Bahodir aka, bir to'dan. Am ko'rmaganlar qayerdan kelib qoldi? Javohir onasi jalab. Javohir onang jalab seni. Onangni olib kelib mana shu o'rik bog'larda qo'shib beraman. Basharingni qara, amdi bolasi. Benikoh bo'lganmisan, Xorrami benikoh bo'lgan bola yuziga urib yuboradi deyshadi. Xorrami Javohir benikoh bo'lganmisan, Xorrami onayizoringni meni o'rizorlarga olib kelib qo'shib beraman. 150 ming ichida deyman, sikval o'ringlar deyman. Menga 150 ming bersalar ham bo'lsin, Javohir donasini og'zilarigacha beringlar deyman. Qani, zo'ridingni onang uchun kelib so'rab ol mendan. Azam aka, zo'riding-ku. Onang uchun kelib mendan gulli deb so'rab ol. Gandon Javohir jelabdi bolasi, onasi jelab. Qanisan? Xorrami. Xorrami, Iplos, Nito spermadan bo'lgan. Qanisan Javohir, onasi jelab. Men so'kmoqchi emas edim. Men to'g'ri yo'lda edim. Majbur qildim. Men o'rik qilib turdim, o'zi mana o'rik dedim. Javohir kirib basharingga qo'tag'im dedi. Gapiga javob berolmadi. O'zim shu yerda hal qilib qo'ydim. Shu kerak edi Javohirga. Tojiga. Sizga yarashmaydi. Menga hech nima yarashmaydi. Shartdan batl o'ynasam yarashmaydi. Hamma yo'q yarashmaydi. Qolganlarga yarashgan, menga yarashmaydi. Birortasi bilan yursam ham yarashmaydi. Kimgadir qoqtirsam ham yarashmaydi. Nima yarashadi aytinglar menga. O'sha ishni qilaman. Bitta savol beryapti. Buli o'rizada sikishyaptimi deydi, rostsa. Onangni olib berganman. O'chirt qilib u daraxtdan bu daraxtga qo'yishib sikishyapti. Meni kasalim kelgan Qiziltepadan. Damdama. Va alaykum salom. Asqumni apash. Ura. Men bo'g'ilmayman, qoram to'dalarga. Anular oftoda qolyapti ekan-da, olib qo'ying. Farhodjon. Ashla oftoda qolyapti ekan, olib qo'ying.
Katta yo'lga chiqma. Qayt, katta yo'lga chiqma. Salomat. Nima bu opa? O'rik. O'rik. O'zimiz qishadi. Zaten yaşlanıyorsunuz. Videolarda gördünüz mü? Yok, görmedim. Sikemem siz videoyu görüp. Siz benim videoyu görün. Siz videoyu görünme qilaman. Men mazza joylar ekan. Mazza joylar. Sizni videolarim sizda bo'lsa, sizni buyuzamga olib kirib qulplab qo'yaman. Nima o'yingiz? Halol mehnat. Buyuk shaman sendan ham yaxshi gap chiqar ekan, yibanashga bilat. Har savol. Osilib qoldi. Osilib qolgan, pastga tushib qolgan kindigimga. Yo'q, ammamni oldiga yig'ishtirib chiqarib olganman. Voy xudo. Faronaga bormoqchi sizni ko'rgan. Keling. Mana unday qilsam aytdim, mamam tepaga qaytgandan keyin ajinga o'xshab turadi yibanashga.